Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch tumanida Tandirchida Faravon to'yxonasi yonida 1 qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan patkuruch xonadon bilan tanishib o'tamiz azizlar. Ajoyib mastada yo'l ham yaqin, yo'l 100 metr bor. Kanalizatsiyalardan chiqqan, fasadlar ham travitillar qilingan, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, sho'chiklar ham qo'yilgan, tayyor. So'qillarni ko'rib turgansizlar, kafillar ham bo'lgan. Ajoyib xonadan tayyor, to'g'ri girib yashaydigan alifallar ham qilingan. Yo'llar 100 metr yurib chiqasizlar. 300 marshrutni o'sib turibdingizlar. Marshrutdan umuman muammo yo'q. Bog'cha maktablar ham bor. Salarakda hurmatli obunachilar 400-500 metr arakda maktab ham bor. Hurmatli obunachilar. Yog'ma ishlardan qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz azizlar. Girgandan bu yerda dalan qismimiz bo'ladi. Dalanimiz ham kichkina emas. Eni 330 uzinasi bir 8,5-9 metr razmerlarda tushgan. Ayak tiylar laminat pol. Chap tarafimiz rakaynalar qo'yilgan. Kafellar ham qilingan. Tayyor xonadon, to'g'ri girib yashaydigan. Suv cho'chiklar ham bor. Bedasaning suv nasosi o'rnatilgan. Napori yaxshi bo'lishi uchun bu yerda profil registrlar ham o'rnatilgan. Wi-Fi bayni. İnternetda muammosi yo'q. Divorlar oboy, ajoyib mo'ysha oboylardan qilingan. Lyustralar asilgan, natijolar ham qilingan. Galagillar ham o'rnatganlar azizlar. Tezor mestalar ham bayna chiroyli qilib, tezorlar ham o'rnatib qo'ydilar divorlar. O'ng tarafimizda esa birinchi zal joyimiz yarmoy haytik uslubdagi eshiklardan qo'yilgan. Bu yana spalnisi, to'rdagi o'ng tarafda ham spalniki, oshxonasi o'rtalikda sanuzellar joylashgan. Orqa tarafida ozgina bir haddi bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz birinchi yerda. Birimiz zal joyi bo'ladi. 310 sizlar 6 metr razmerda tushgan, divorlar oboy qilingan, balandlatib solingan, ko'rib turgansizlar. Lyustralar ham osilgan, galagillar o'rnatilgan, natijoy qilingan. Ayakta laminat pol, prinuslar ham o'rnatganlar azizlar, ajoyib. Pardalar ham chiroyli qilib osib qo'ydilar. Gaz, svet, suv muammosi gap turibdi. Dalanimiz ham keng. Ajoyib xonadon, tayyor xonadon, to'g'ri girib yashaydigan azizlar. Bu tarafimiz spalniya qismi bo'ladi. Spalniyamiz 310, birimiz 360, 370 razmerlarda. Divorlar bo'y qilingan, mo'ysha bo'ylardan patologlar natijoy, karnizlar qistirilgan azizlar. Tayyor xonadon. Ajoyib bir fayzli chiroyli joy ekan. Narxi ham zo'r narxda. Narxini azizlar nazvaniya описанияларда yozib qoldiramiz. Ham videoni oxirida aytib o'tamiz. Sanuzelimiz, yani ko'rib turganingizdek, ayak tiylar ham kafel, divorlar ham kafel, patologlar plastik, aristollar baynan qo'yilgan, unitazlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Ishlari haytik uslubda ishlangan. Xonamizni oynasi shu koridorga qaragan azizlar. Xona hammasi ko'chaga qaragan. Oshxonamiz, ya'ni oshxonamiz ham kichkina emas. Azizlar, razmeri bir 4,5 metr razmerlarda bor. Umuman 4,5 metr chiqadi. Eni 330. Fartuqlar qilingan. Kuxnya mebellari bor. Bu yerda otopleniyasi ham egayning. Damir kotyollar qo'yilgan. Divorlar oboy. Oshxonamiz oboylardan qilganlar. Patologlarimiz natijoy. Lyustralarni asib qo'ydilar. Bu yerda kir mashin to'shchalari. Azizlar, shunday kir mashin o'rnatib qo'yarasizlar. Bu kir mashinlari ketadi. Arka tarafini ko'rsatib o'tgan bo'lsak, arka tarafida yana bir masofacha 2,5 metrdan haddi bor, polni steshga bo'lgan. Mana xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Xonamiz yana birimiz 310 uzinasi, hurmatli obunachilar. Shu oshxona bilan razmeri 1, hurmatli obunachilar, 4,5 metrdan bor uzinasi. 4'ten ziyodroq, 4,5 chiqmasam sal kishiroq. Oboy qilingan divorlar, mo'ysha oboylar, pardalar osilgan. Azizlar. Aynalar plastik ramlarning, profil registrlar ham bor. Oyak tiylar laminat pol qilingan. Hurmatli obunachilar va hurmatli do'stlar, hovli joyimizda joylashgan mestasini eslatib o'tadigan bo'lsak, Urganch tuman Tandirchida Faravon to'yxonasi yonida 1 qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan hovli joy tayyor, to'g'ri girib yashaydigan. Narxi 420 million so'm aytilib turibdi. Ustida hozir kelishadigan yeri bor. Kanalimizda yangilar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, videolarimizni keng tarqatish uchun podpishka qilib tursalar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.